akalarimiz tajriba orttirdi. Hammasi yaxshigina tajriba orttirdi bu o'yindan. Nimaga? Kelgusidagi o'yinlar uchun. Bu jahon chempionatiga biz birinchi marta chiqishimiz, bilasizlar, debyutant. Hech bir komanda, hech bir men shu o'yin ko'rib kelib bir debyutant, bir jahondagi amaldagi chempion 5-o'rinda turibdi-da Portugaliya. Chempionlik bo'lishi kutilmoqda bo'lgan 5-o'rinda turibdi. Mana shu komandani yutib ketadi deb hech kim ishonmaydi debyutantni, to'g'rimi? Buni hamma o'zlaringiz ham bilasizlar. Muxlislik qatoriga keladigan bo'lsak, O'zbekistonning o'zi 38 million aholisi, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, mana shu biz Rossiyadan turib, Rossiyadan juda ko'p odamlar kuzatdi o'yinni. Bir xillar televizorni telegram ular boshqa tema. Chunki ular pul tikkan. Shuning uchun televizorni sindirib boshqa qildi. Ko'rgan bo'lsangiz, yopilmadi Ronaldoni o'zini deyishlaringiz mumkin. Sizlar ularning zashniklarini ko'rlaringiz-a? Zashniklar ular zashnik emas ular. O'sha hujumda yuribdi. Tepib ketgan to'pi ham hujumga boryapti. Bizda imkoniyat bo'lmadi emas, bo'ldi. Faqat kam bo'ldi, juda kam bo'ldi. Lekin hozir bildirilayotgan keskin fikrlar, keskin tanqidlar bitta narsani tushunaylik-da. Bu O'zbekiston birinchi marta 34 yil deganda tarixda birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi degani, bu jahon chempionatini yutib keldi degani emas va yutadi degani emas. Ya guruhdan aniq chiqadi degani emas. Nimaga deyishlaringiz mumkin? Chunki bu debyutant komanda. Biz endi harakat qilyapmiz. Birlar aytadi, Kanavara tayyorlamadi bolalar. Kanavaraning o'zi o'ynaganda ham ayrim bolalardan yaxshi o'ynab qo'yardi. Chunki Kanavarani bilasizlarmi? Jahon chempioni bo'lgan, uning o'zi kubokni ko'targan. Bekorga olib kelingan yo'q. O'zimizda nimalar bo'ladi degan gaplar ham bo'lyapti. Nima deydi? Undan Kapatsi yaxshi edi, Temur Kapatsi yaxshi edi degan. Hech kim yomon degan joyi yo'q. Rosta bu yerda qanaqangi tajriba muhimligini rol o'ynayapti. Ko'rdilaringiz o'zlaringiz, Fernandeslar o'zi hujumda yuribdi. Hammasi to'pni Ronaldoga oshiryapti. Felix ham, Neto ham hammasi. Hatto ko'rgan bo'lsangiz, o'zi Cancelolar ham bu o'zi zashnik, lekin uning ham to'pi boryapti Ronaldoning oyog'iga. Demoqchi bo'lganim, biz 38 million aholi ko'rmadik. Buni 150 millionga yaqin aholi kecha o'yinni ko'rdi. Bundan keyin demoqchi bo'lganim, Kongoda o'yinda va bundan keyingi o'yinlarda ham O'zbekistonga xuddi mana shunday buzilmagan tarkibda qo'llab-quvvatlaylik. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday obязательно negativlar bo'ladi. Bu yo'q emas negativlar oramizda bor. Shuning uchun duo qilaylikki, Allohdan bu akalarimizga omadni berishini so'raylikki, mana shu jahon chempionatida faxrli o'rinlarni olib kelishini so'raymiz Allohdan. Va biz qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Negativ bo'lishda davom etadiganlar. Sizlar ham salgina uyalasizlar degan umiddaman. Hammalaringizga assalomu alaykum, kattakon rahmat. Kuzatib borishda davom etasizlar degan umiddaman.